Assalomu alaykum aziz podpisчиклар. Men sizlarga bugun kompot qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar o'rik, olma va qizil olcha kerak bo'ladi. Bularni avvalo yaxshilab yuvib olamiz va yuvib bo'lganimizdan keyin bularni ko'stichkalaridan ajratib olamiz. Ko'stichkalardan ajratib olganimizdan so'ng ularni qaynatadigan kastrulkamizga solib olamiz. Men albatta hammasini shu tarzda qilib bordim. O'rik, olcha va olmalarni xuddi shunday kesgan holatda kastrulkachaga solib oldim va qaynatishni boshladim. Qaynatganingizdan so'ng sizda qizil tusdagi suv chiqishi kerak, ya'ni xuddi mana bu videodagidek rangga hosil bo'lishi kerak. Ushbu rangga kelgandan so'ng gazni tagini o'chiramiz va mazza qilib iste'mol qilamiz. Bunday naturalniy soklar, ya'ni kompotlar odam organizmi uchun juda foydali. Prosmotr uchun kattakon rahmat. Like va podpiska esdan chiqmasin.